Favqulodda vaziyatlar vazirligining Toshkent viloyati tumanlaridan biridagi rahbari Qayerda nima ish qilasiz? To'rt boshlig'isiz a? Arizatni tezkor tadbir o'tkazib, emchilar ba'zi murojaat qilib, to'lovlarni guruhlarda mustahkam ishlarni amalga oshirib kelishini, ushbu hududlarda ish bajarish bo'yicha shartnomani imzolaganligi, hozirda favqulodda vaziyatda bo'lim boshlig'i yuqorida obyektlarni ariza muallifiga olib berganligini vash qilib, hozirgi kunga qadar arizachidan 24 ming $AQSh olganligini, hozirda qolgan 9 ming $AQSh miqdorida pullarni pora tariqasida olib kelayotgan ma'lum qilgan. Qadam ishlovga pullar qoldirilgan bor ekanligini tekshiramiz hozir. Hozir ko'ryapsizlarmi? Pullarda mana o'ng tomonda kasb sohasida 30 yashil tusdagi kukunjlarni to'g'lantirib ko'rishingiz mumkin. Surtib olamiz pullardan. mazkur tuman hududidan oqib o'tuvchi 3 ta soy qirg'oqlarini mustahkamlash va beton plitali yo'l o'tkazgichlari qurish bo'yicha umumiy qiymati 5 milliard 40 million so'mlik tuzilgan shartnomalarni go'yoki vazirlikdagi hamkasblari orqali mahalliy mas'uliyati cheklangan jamiyatga olib berganligini ro'kach qilib, uning rahbaridan 63 ming $AQSh miqdorida ulush talab qilgan va joriy yilning mart-aprel oylarida 24 ming $ni olgan. Mansabdor shaxs noqonuniy harakatlarni davom ettirib, mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbaridan qolgan 39 ming $ni ham berishini so'ragan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi va favqulodda vaziyatlar vazirligining shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda u talab qilgan pul mablag'idan 25 ming $ni o'zining xizmat avtomashinasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.